Assalomu alaykum, qadrdon meni muxlislarim. Bugun sizlar bilan sho'rva tayyorlaymiz. O'zbek milliy taomi sho'rva. Buning uchun mana 300 gram suyakli go'sht, 1 dona piyoz, 1 dona sabzi, 1 dona kartoshka. Kuz oyi bo'lganligi uchun men qovoqlarini chiroyli qilib mana archib qo'ygan edim. Qani endi boshladik. Mana bir qozonchada 2 litr suv. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana suvimizga suyakli go'shtlarimizni solamiz va gazga qo'yamiz. Mana suyakli go'shtimizni gazga qo'ydik. Endi bu qaynab chiqishi kerak. Ana qadrdon muxlislarim, sho'rvamiz qaynab chiqdi. Mana salgina ko'pigi bor ekan. Ana shu ko'piklarni olamiz. Ana men ko'piklarni oldim. Mana ko'piklarni oldim. Endi sho'rvamizga mana mayin to'g'ralgan piyoz solaman. Mana piyoz solaman va masalliqlarni birin-ketin solaman. Mana kartoshka solaman. Sabzi solaman. Mana chiroyli qilib to'g'ralgan qovoqni solaman. Mana va miltillatib qaynatamiz sho'rvamizni. Ana sho'rvamiz qaynayapti. Endi tabga qarab tuz sepamiz. Mana qadrdon muxlislarim, sho'rvamiz chiroyli bo'lib qaynadi. Endi sho'rvamizga 2 qoshiq tomat pastasidan aralashtiramiz. O'zbegimni taomidan aylanay. Ming aylanib ming o'rgilay. O'zbegimdan aylanay. Qadrdon muxlislarim, milliy taomimiz sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Qani endi dasturxonga marhamat.